asabimga tegyapsizlar уже boru, bormayman deb aytdim-ku sizlarga. Montaj qotuvdim men hozir. Instagramga, TikTokka video qo'yishim kerak. Bo'pti. ولا إله ولا أخلاق ولا إله ولا أخلاق Kitob o'qish zerikarli emasmi? Ha yo'q, nabarot, bu Wi-Fi degan gap. Ruhim ulab oladi. O'lsam ham kitob o'qimasam kerak. Choy sovib qopti. Xolasangiz boshqasini zakaz qilib beraman. Aksan. Agar bu yoshimizda taqdir bo'lsa, biz yana ko'rishamiz. Hamma bolalar mendan Telegram, Instagramimni so'raydi. Bu nimaga so'ramayapti? Mana meni Instagramim. Voy, muncha ko'p подписчикis, просмотрlarni. Shuncha obunachilaringiz ichidan bittasiga pod berganmiz хотя-бы. Yo'q, ularning hammasi meni yaxshi ko'radi. Zaprosimda kamiga menga cho'qqinib yozadiganlar ko'p. Meni xohlasangiz ko'rsataman sizga. Men bitta masalan, mana bunaqa deb yoz. Sen üzülme, sözlerin hep yüreğimde. Voy, uzr. Annem, gel üzülme. Iye, Anora? Men seni kutgandim. Nimaga o'shanda хотя бы telefon nomerimni olmadingiz? Chunki rostlagan sevgi onlaynda emas, yurakda bo'ladi.